Sizlar magistratura kalitini olish uchun 2-3 yil ketadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu videodan keyin men aniq fikrlaringizni o'zgartirib yuboraman. Chunki men 3 oyda magistratura kalitini olishni yo'lini topganman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, aniq to'liq holatda tushuntirib beraman. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Ozodbek. 5 yildan beri turk tilidan dars berib kelmoqdaman. Shu paytgacha 1000 ga yaqin o'quvchilarimizga atigi 3 oy ichida turk tilidan B2 sertifikati hamda magistratura kalitini olishda yordam berganmiz. Hammaning yoshligidan universitetga kirish orzusi bo'ladi. Universitetga kirgandan keyin esa yangi maqsadlar paydo bo'ladi. Bu magistratura. Lekin magistraturaga kirish uchun chet tili sertifikati talab qilinadi. Ba'zi odamlar esa magistraturaga kirish uchun ingliz tili, rus tili o'qib 1-2 yil vaqtini yo'qotib qo'yishadi. Agar sizga atigi 3 oy ichida magistratura kalitini qo'lga kiritish imkoniyati bor desam, ishonmasingiz kerak. Lekin buni yo'li bor. Va bu yo'l orqali shu paytgacha 500 dan ortiq o'quvchilarimiz magistratura kalitini qo'lga kiritishgan. Bu shunchaki turk tili o'rganish. Keling, men sizga shu 500 nafar o'quvchilarimdan ba'zilarining natijasini ko'rsatsam. Boltayev Abduvali. Bu o'quvchimiz 1,5 oy davomida bizda turk tili o'rgandi va magistratura kalitini qo'lga kiritdi va bundan tashqari unvonni bir pog'onaga yuqoriga ko'tardi. Kasim va Yodgoray. Bu o'quvchim 2 oy davomida turk tili o'rgangan va hozirda Registon o'quv markazida turk tilidan dars berib kelmoqda. Bundan tashqari u ham magistratura kalitini qo'lga kiritgan. Karimberdiyev Ulug'bek. Bu o'quvchimiz super natijani qayd qilgan, ya'ni 1 oy davomida turk tili o'rganib, ichki ishlar magistraturasini kalitini qo'lga kiritgan. Agarda siz ham shu o'quvchilar qatorida bo'lishni istasangiz, hozirda bizning turk tili kurslarimizga qabullarimiz ochiq. Video ostidagi havola orqali ma'lumotlaringizni to'ldiring, operatorlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Hammaga rahmat. Görüşmek üzere.